Biz o'zi bu klinikani internet orqali topgandi qizim. Bu nevaracham bo'ladi, 4 yoshda. Islom Madi. Ana ZPR diagnoz qo'yganlar. Oldingi harakatlari juda biz qiynalardik. Bir joyga tursa qochib ketarmidik. Ham bu telefonga bog'lanib qolgani uchun uncha nutqi ham yaxshi emasdan. Hozir gapiryapti ishqilib. O'zi xohlagan vaqtda bir nimani aytmasak ham o'zi birovdan eshitib ham takrorlab shuni qilyapti. Ishqilib o'zgarish bor. O'zi ashulalar aytadi. Mana bog'chalarda, mana hayvonlarni yaxshi ko'radi, tomosha qiladi. Ancha o'zgarish yaxshi. Shuning uchun ikkinchi kursga keldik. Tavsiya berardim kelib, ana qilsa, ayniqsa hali ham bizlar kech bilibmiz. Mana shu ZPR bilan 2 yoshdan keyin shu xabar topgandan birdan ertaroq harakat qilsa yaxshi ekan, lekin hali ham yomon emas. Mana buncha o'zgarish bo'lganiga biz juda xursandmiz.